Ha, subhanalloh. Shu kunga ham yetib keldik. O'zi yaqinda maskalarni yechgan edik. Mana. Lekin bu yordam beradimi? Menimcha yo'q. Yordam bermaydi. Aynida. Hozir bolalarga aytgan edim, mana bundan ham olib kelib berishdi mana. Tozalayapti. Bu ham yordam beradimi? Yo'q, bu ham yordam bermaydi. Endi qo'ldan kelgancha dunyoviy sabablarni qilyapmiz. Lekin ilohiy sabablarni ham qilishimiz kerak. Agarki har bittamiz o'sha xatolarimizni isloh qilib hayotimizda, turmushimizda, oldi berdimizda, do'stlar bilan, yaqinlarimiz bilan, ishxonadagi munosabatlarimizda, oiladagi munosabatlarimizda kamchiliklarni to'g'rilash yo'lida o'zimizni isloh qilsak, tavba qilsak, Alloh tomon, o'zimiz buyruqlar tomon, haq tomon, haqiqat tomon qadam bossak, bu muammolar hammasi yo'qqa chiqadi. Aniq, bu shubhasiz. Bu shubhasiz. Chunki bu ham bir balo-da. Xuddiki koronavirusga o'xshab bizni umumiy boshimizga kelayotgan balo bo'lgandan keyin, demak, umumiy butun qavmga Alloh taolani aytadigan o'sha buyruqlari bor-da. Alloh taolo eslatmalari bor. Buni anglashimiz kerak. Alloh taolo nima demoqchi, bizdan nima kutyapti? Chunki bu ne'mat-da. Toza havo ham mana qanaqangi buyuk ne'matligini shundan ayrilgandan keyin, shu yo'q bo'lgandan keyin tushunib yetdik-da. Har kuni shunchaki nafas olib yurardik. Hech ham hayolimizga kelmasdi. Bu ham katta ne'mat, bunga ham juda katta pul to'lash kerak. Bu agar yo'q bo'lib qolsa, butun hayot ko'zimizga qorong'u bo'lib qolishi, mana hozir shundan ayrilgandan keyin bildik-da. Demak, butun qavmga kelgandan keyin qavmda kamchilik bor. Qavmda bir gap bor. Tavbalar qilamiz, namozlar o'qiymiz, lekin amaldaki agar kun isboti bo'lmasa, amalda o'sha haqiqatdan o'zini isbotini, tadbiqini topmasa, u befoyda. Alloh holatlarimizni isloh qilsin. Men iltimos qilgan bo'lardim. Avvalambor o'zimga aytaman bu gapni. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Qo'ldan kelgancha xatolarimni tushunib yetib, qo'ldan kelgancha meni isloh qilyapman va bu narsa qaniydi, Xudo xolisa inshaalloh hammalarimizda bo'lsa, boshimizdan Alloh taolaning son sanoqsiz ne'matlari yog'ishi aniq. Nafaqat bu yomg'ir, qor va boshqa cheksiz, Allohning rahmati cheksiz. Rahmat.